Mana bugun ikkinchi ish kunim. Ertalab turib ishga qarab ketyapman. Mana ishxonaga ham yetib keldim. Soat 8:30. Ishxonada esa hech kim yo'q. Audi Q7 mashinasining cheki yonib qolibdi. Shuning uchun bamperni yechishni boshladim. Mana bamperni ham yechib oldim. Endi qaysi datchik ishlamayotganini tekshirishga kirishdim. Aybini topolmadim va diagnostika qilishni boshladik. Soat ham 12:30 bo'lib qolibdi. Endi esa obed. Ishxonaga qayerdandir mushuk kelib qoldi. Kimdir talab ketdimi? Bu yerda esa Vasilyevich bobomiz motor remont qilyapti. Bamperdagi datchik singan ekan va uni almashtirishga tushdim. Mana datchikni almashtirib, bamperni o'z joyiga qo'yib, akkumulyatorni zaryadkaga qo'ydim. Akkumulyator zaryad tugab qolibdi. Pishakchani qorni och ekan, unga ovqat olib kelib berdim, lekin yemadi. Soat ham 6 bo'lib qolibdi, endi uyga ketsam ham bo'ladi. Mana uyga ham ketyapman. Mana ikkinchi ish kunim ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ertaga ham 3-kunning videosini videoga olib Instagramga joylayman.